BMW X7 M50i 777 nomerda turibdi. Bir qarang akalar, buni bir baho bering buni. Bo'yiga mana ko'rishingiz mumkin. Kraskalari top-toza. Diskalarni qarang, tiniqligini, holatini. 2020-yil 120 ming yurgan mashinamiz. Kraskalari top-toza. Oldigacha tonirovka tortilgan. Xullas, havas bilan haydaydigan mashina. Bunimizning narxi 78 ming dollarga beraveramiz. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shunaqa mashina haydagisi kelgan yaqin birodarlar, aka-ukalaringiz, do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Like va podpiska, kommentariy kutib qolamiz kanalimizda. Obuna bo'lishingiz esingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.